islom tarixiga nazar soladigan bo'lsak va yaqin tariximizga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, dinda g'uluvga ketish, kichik masalalardan katta muammolarni keltirib chiqarish juda katta islom tarixi davomida muammolarga sabab bo'lganligini guvohi bo'lamiz. Dinimizda g'uluvga ketish Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida ham alohida ta'kidlab ketilgan. G'uluvga ketishning yomon oqibatlari haqida Alloh taolo o'zining Niso surasining 171-oyatida shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ahlal kitob la taghlu fi dinikum. Ya'ni ey ahli kitoblar, diningizda haddingizdan oshmangiz deya marhamat qiladi. Dar haqiqat ushbu oyat-i karimaning mazmuniga e'tibor qilsak, har bir narsaning, har bir hayotimizdagi har bir narsada, har bir ishimizda, har bir amalimizda va xususan dinimizda ham ma'lum bir mezonning bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi. Va dar haqiqat hayotimizdagi har bir ishimizda, xoh dunyoviy ishimizda bo'lsin, xoh diniy ishimizda bo'lsin, xoh boshqa ishimizda bo'lsin, ma'lum bir mezonga amal qilishimiz, ma'lum bir tartib qoidalariga amal qilishimiz o'sha ishimizning har tomonlama samarali bo'lishiga olib keladi. Va shu bilan bir qatorda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham dinda g'uluvga ketish, dinda haddidan oshish juda qaytarilgan amallardandir. Xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Nasoiy, Ahmad va Ibn Mojalar rivoyat qilgan bir hadis sharifda shunday marhamat qiladilar. Dinda haddan oshishda ehtiyot bo'lingizlar. Chunki sizlardan oldin o'tganlar dinda haddan oshishlari sababli halok bo'ldilar dedilar. Dinimizda haddan oshishlik va dinimizda ko'rsatilgan amallarni go'yoki atrofdagilarga mashaqqat qilib ko'rsatishga olib keladi. Va shu bilan bir qatorda yana boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz shunday marhamat qiladilar. Albatta bu din yengillikdir. Yengillik dinidir dedilar. Va shu bilan bir qatorda yana boshqa bir hadislarda ham aynan musulmon kishi doimo har bir narsada ma'lum bir mezonga amal qilishi, g'uluvga ketmasligi va hayotidagi atrofidagilar bilan birgalikda harakat qilishi kerakligi doimo targ'ib qilib kelingan amallardan sanaladi.